Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Sog' omonmisiz? Bugungi hikoya qahramonini yaxshi tanimayman. Shu kunlarda bir dardlashib qolgandik. Doim kulib yuradigan ayol katta yuragini ochdi. Uning sabri meni o'yga toldirdi. Mehr oqibatli insonning hayoti sizni ham mulohaza qilishga chorlasa kerak, degan umidda uning hikoyasini chop etdik. Yurak yutib qaynopamga gap boshladim. Boshim baloga qoldi. Nima, hali siz uyning bir qismiga ega chiqmoqchimisiz? Yo'q, bu uyni sotib pulini teng 3ga bo'lamiz. Mening ham haqqim bor. Otamdan qolgan hovlida. Qaynopam qo'lini paxsa qilib baqira boshlagach, nima deyishni bilmay qoldim. Oyi, yuring. O'g'lim qo'limdan tortgach, indamay unga ergashdim. O'zimizga ajratilgan xonaga kirgach, ko'z yoshlarimni tutolmay yig'lab yubordim. Oyi, aytgandim-ku, sizga gapirmang deb. Mayli, sota qolsin hovlini, ko'chada qolmaymiz. Men borman-ku, hali o'qishimni tugatib o'zim katta uy quraman. Shu kunlar albatta keladi. Farhod past ovozda gapirsa ham, uning so'zlarida qat'iyat bor edi. Shu xonadonga kelin bo'lib tushganimga 25 yil bo'layapti. Bu oiladan nolimayman. Nimaki bo'lsa peshonamda bor ekan ko'rayapman. Avvaliga erimning kasalini bilmasdim. Shunchaki xotirasi yaxshimas-da derdim. Bir joyda uzoq ishlay olmas. Yoshligida boshidan qattiq kaltak yeb, nerv tolalari zararlangan ekan. Endi ularni tiklab bo'lmaskan. Qo'limda ma'lumotim bo'lmasa-da, ishga kirib, ro'zg'orga 1-2 so'm topa boshladim. Qaynota qaynonam hayot bo'lgani uchun u paytlari turmushdan unchalik qiynalmasdik. Bolam ham yosh edi. Oxirgi 7 yil esa sabrimni sinadi. Erimning ruhiy holatida muammolar yuz bera boshladi. Endi u o'z harakatlarini boshqara olmas, hech birimizni tanimasdi. Tag'in qaynopam turmushidan ajrashib keldi. Qaynotam rahmatli qizining fe'lini yaxshi bilgani uchun unga alohida dom sotib olib berdi. Avvaliga o'sha yerda bolalari bilan yashab turgan qaynopam otasining vafotidan keyin hovliga ko'chib kelib, uyini ijaraga berdi. Endi esa bir gapni topib olgan. Uyni sotaman. Qaynukam bir necha bor opasiga bu hovlini qimmatga pullay olmasligimizni, ertaga pulini 3ga bo'lsak, hech birimiz uyli bo'lmasligimizni aytsa ham maqsadidan qaytmayapti. Men esa shu hovlida o'z hududim bo'lishi uchun nima qilishni bilmay hayronman. Oxiri o'ylay burchakdagi 3 xonani men, erim va bolamga ajratishlarini so'radim. Shu yerda o'zimizga alohida hammom va oshxona qurib tinchgina yashashimiz taklifini berdim. O'qishni tugatsa boshini 2 qilishim kerak. Bu tomonda erimning ahvoli ovsinimga ham noqulaylik tug'diryapti. Shuning uchungina u haqda og'iz ochgandim. Biroq evaziga yaxshigina gap eshitib oldim. Siz menga ukangizga qarab o'tiribman deya minnat qilmoqchimisiz? Necha marta aytdim, shifoxonaga topshirib yuboring deb. O'g'lim ishga ketgach, qaynopam xonamga kirib urusha boshladi. Opa, qanaqa qilib topshiraman? Axir men tirikman, o'g'li bor. Nima uchun shifoxonada yashash kerak? Dedim uning gaplari jonimdan o'tgach. Kasal bo'lgach yotadi-da, deya eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi qaynopam. Yaxshiyam erim gap so'zlarni uncha tushunmaydi. Tushunganida o'z tug'ishgan opasining so'zlaridan yuragi tilka pora bo'lishi aniq edi. Ko'z yoshlarimni arta ovqatga unayotsam ovsinim keldi. Opa, xafa bo'lmang. Xaridor chiqsa baribir uyni sotadi shekilli. Balkim siz mahallaga chiqarsiz. Ulushimni ajratib beringlar deb. Har holda mahalladagilar sharoitingizni bilishadi. Sizga yordam berishar, dedi singillarcha kuyunchaklik bilan. Yo'g'e, bir qorindan talashib tushgan jigarlarning yoqa yirtishib uy talashgani televizorda ko'rganimda hayron bo'lgandim. Qo'ying endi, o'zimiz shunaqa qilib el yurtga sharmanda bo'lmaylik. O'g'limning o'qishi tugashiga 2 yil qoldi-ku, hammasi yaxshi bo'lib ketar, dedim mo'ltirab turgan ovsinimga. Yaxshiyam o'g'lim, suyanchig'im bor. Ko'zimning quvonchi bolam. Otasining parvarishi ham uning bo'ynida. Yana o'qishdan keyin ishlaydi. Mana, yozni ham ishlab o'tkazyapti. Har na shartnomani to'lashimiz uchun pul yig'adi. Uning har kuni formalarni kiyib o'qishga borib,
kelishidan ko'nglim qanchalik ko'tarilishini bilsangiz edi. O'qishga kiribman, faqat kontraktman oyi deya qo'ng'iroq qilganda boshim ko'kka yetgandi. Shukr, mana 2 yil ham o'tdi. O'g'lim yolg'iz farzand bo'lgani va otasining salomatligi sabab uni harbiy xizmatga olishmoqchimasdi. Ammo bolam oyi ariza yozing, men armiyaga borishim, vatanimga xizmat qilishim kerak deya niqtayverdi. Oxiri niyatiga yetdi. Chegarada xizmat qilgan bolamning izidan 2 marta rahmatnoma keldi. Ovsinim ikkimiz o'qib rosa yig'laganmiz. Davlat shunday farzand ulg'aytirganingiz uchun sizdan minnatdormiz deb tursa, qaysi onaning ko'zlari quvonchdan yoshlanmaydi? Tag'in harbiydan olib kelgan imtiyozi bilan o'qishga qabul qilinganichi. O'sha kuni Yaratganning karami kengligiga, yurtimizda har bir fuqaro uchun imkoniyatlar yaratilganiga imonim yana bir bor komil bo'ldi. O'g'lim harbiy xizmatda paytida ham meni o'ylardi. Otasi o'shanda birinchi bor shifoxonaga tushib qoldi. Bolam chegarada, xayoli chalg'imasin deya uni aytmagandim. Biroq Farhod qo'ng'iroq qilganda qaynopamning qizi og'zidan gullab qo'yibdi. Oyi, nega mendan yashirdingiz? Dadamga nima bo'ldi? Juda qiynalyapsizmi? Bolamning titragan ovozidan mening ham ko'nglim buzilib ketdi. Ovozimga jo'shqinlik tus berishga urinib uni tinchlantirdim. Ammo o'g'lining suratini ko'rsatganimizda kimligini tanimay, bema'no boqib turgan erimning nigohlari ko'z oldimga keldi-yu, bo'g'zimga toshdek qadaldi. Yana o'g'lonim meni yupatdi. Oyi, ko'p kuyinmang, yaxshi bo'ladi hali hammasi. O'zim boray, dadamga qarayman dedi u. Afsus, otasi Farhodni harbiydan qaytgach ham tanimadi. O'g'lim esa sir boy bermaydi. Dadasi vaqti bemahal siltab tashlasa ham jim turadi. Ammasi yo ayrim o'rtoqlari erimning ustidan masxara qilsa ham dardini ichiga yutadi. Meni suyash uchun ham kuchli bo'lishi kerakligini biladi-da. O'tgan hafta ukam holimdan xabar olishga keldi. Erimning ahvoli uyimdagi mojarolarni ko'rgach, uyga olib ketamanga tushib qoldi. Opa, shu xonadonda nima ro'shnolik ko'rayapsiz? Ajrashing pochcham bilan. Ana ukasi bilan opasi qarab olsin. Siz jiyanim bilan menikida yashaysiz dedi. Yo'q uka, chiqqan qiz chig'iriqdan nari. Ayolingni yomon demayman. Ammo hammaning ham o'z oilasi, o'z tashvishi bo'ladi. Meniki sizlarga ortiqcha. Qo'y tinchingni ham buzmay. Qolaversa qaysi vijdon bilan pochchangni tashlab ketaman. O'g'limning otasi, umr yo'ldoshim. Odamlarning gap so'zi o'z yo'liga. Ko'zim qiymaydi bu insonni tashlab ketishga, deya ukamni kuzatdim. Ajrashish haqida ko'pchilik menga so'z ochgan. Ammo bu kunlar ham bir sinov. Uni yengishga sabrim ketishiga ishonaman. Chunki o'g'lim bor. Otasi esa ikkimizning ham e'tiborimiz, mehrimizga muhtoj. Kechga borib biroz uyimizga tinchlik qoldi. Qaynopam ovsinimga bu zimdan ish bitiradi. Shu uy uchun kasal erini tashlab ketmayapti deya gapirib turganini eshitsam ham indamadim. Ovsinim ham bir nima deb javob qaytara olmasdan yer chizib turardi. Hozir mening yonimni olsa o'ziga yomon bo'lishini biladi-da. Ovqatim tayyor bo'lgach erimning oldiga kirdim. Negadir bugun uning ham kayfiyati yomon ekan. 2 qoshiq ovqat yedirganimcha baqirib idishlarni o'zidan nari itarib tashladi. Ovozlarni eshitib qaynukam yordamga keldi. Bir amallab 2 kishilab ovqatlantirdik. Shu mahalda qaynopam yana boshlab qoldi. Ertagayoq shifoxonaga yotqizish kerak. Bo'ldi, shuncha chidadik. Uning dastidan biror kun tinchlik yo'q, deya biz o'tirgan xonaning derazasi oldiga kelib shang'illardi. Oxiri qaynukamning sabr kosasi to'ldi shekilli opasiga javob qaytardi. Opa, aslida sizning dastingizdan tinchlik yo'q. Xafa bo'lmang-ku. Kelinoyim miq etmasdan chidab kelayapti. Nega siz opasi bo'lib turib biror marta yo ovqat yedirmaysiz, yo holidan xabar olmaysiz? Xo'p, mehr shafqatingiz yo'q ekan. Hech bo'lmasa shunaqa paytlarda jim turing. Iltimos sizdan. Qaynukam birinchi marta opasiga bunaqa ohangda gapirish edi. To'g'risi hozir kun davomida avjiga chiqa olmayotgan janjal ko'payadi deb o'ylagandim. Har tugul qaynopam bilganlaringni qilinglar.
hovlini sotsak qutulamiz deya o'z xonasiga kirib ketdi. Sochilgan ovqat qoldiqlarini dasturxon ustidan yig'ishtirar ekanman. Qaynukam menga qarab tasalli berdi. Kelinoyi siqilmang. Turmushlari bo'lmaganga opam o'zi asabiyroq bo'lib qolgan. Tashvishlanmang. Uy sotilsa ham sizlarni ko'chada qoldirmaymiz deya hovliga chiqib ketdi. Shunday paytlari bu 3 opa-ukaga qarab hayron qolaman. Qaynukam o'ta bosiq, andishali. Biror marta yo menga, yo akasiga tik qaramagan. Qaynopam esa uning tamoman aksi. Gohida bu ayol o'z ukalari uchun ham qayg'urmaydigandek tuyulib ketadi. Nihoyat ayol kishining qalbi shunchalik tosh bo'lsa, shunday o'ylar iskanjasida o'tirganimda o'g'lim ishdan keldi. Qo'lida muzqaymoq. Dadam ikkingiz yaxshi ko'rasizlar-ku, deya kulib qo'limga tutqazdi. Keyin otasiga o'zi yedirib qo'ydi. Hovlidagi olma daraxti tagida mung'ayib o'tirganimni ko'rgach, yonimga kelib quchoqlab oldi. Oyi, siz doim menga ishoning. Chin dildan qilgan niyatlaringiz ushaladi.